Ertalabda qaynoqqina chig'anoqli sho'rva qildik-da va ko'chaga sotgan olib chiqdik. Turishimiz hech kimga yoqmadi shekilli, hech kim sotib olgisi kelmadi. Shunda meni o'rtog'im kallasiga bu planimiz o'xshagandan keyin kiyim sotib olgani bordik. Bu narxga bitta mashina olsam bo'ladi-yu. Shunda men o'zimga yoqqan mashinani ko'rgani bordim. Kiyim olishga pulim yetmayapti-yu. Endi kiyim emas, mashina kolleksiya qilaman. Yo'lda o'rtasida o'zbek akamizni uchratib qoldim. Ronaldo, Messilarni ko'rib yurdim, lekin bunaqa darajadagisini emas. Qo'yla. Kech bo'lishiga qaramasdan Chinatownda sayr qildik. Bunaqa joylar faqat Xitoyda emas, dunyo deyarli barcha shaharlarida bor. Oxirida karaokega kirgandim, lekin bu harakatdan so'ng aniq pushaymon bo'ldim. Mana bugungi kunim tugadi. Siz ham shunaqa o'rtog'ingiz bormi? Bo'lsa atmetga qilib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa bitta like'lar aylansin.